Vitalux mahsulotlarimiz bor. Buni hozir sizlarga eksperiment qilib ko'rsataman. Mana stakanga guruch solamiz. Guruchni tasavvur qiling, bu inson organizmidagi organlar deb hisoblaylik. Suv, endi inson organizmi 80% suvdan iborat. 80% suvdan iborat inson organizmi. Mana suv berdik, ichki organlarimiz mana suvni ichida deb tasavvur qilaylik. Endi hozir shuni eksperiment qilamiz. Mana guruchimiz oppoq, to'g'rimi? Guruch oppoqmi? Oq. Suvimiz ham oq, to'g'rimi? Endi shunga yod qo'shamiz hozir. Yo'q, buni. Hozir mana yod qo'shamiz. Mana guruchimiz ham qorayib boshladi, to'g'rimi? Hozir mana qorayib boshladi guruch. Qora rangga sekin-sekin kiryapti. Do'stlar yaxshi emasmi? Yo'q, qoraytirmayapti, yo'q, guruch. So'q bo'lmagan. So'roq bo'lmagan. Ya, endi qoraytirib boshladi. O'zi? Guruch qop-qora bo'ldi. Ha, hop. Guruch qop-qora bo'ldi, to'g'rimi? Bu organizmda yillar davomida yig'ilgan shlaklar deb hisoblaymiz. Organizmda yillar davomida mana qop-qora guruch bo'ldi. Endi bunga bizning mahsulotimizdan qo'shamiz. Qani eksperiment nima bo'lar ekan? Kim o'zingizda? Oqarib boshladi.